Amerikalik dаңlıq meditsina doktoru Batman ömür boyu su tədqiqatı bilan şug'ullanib, ko'p yillik klinik tajribaga asosan dünya meditsina sohasidan zilzila silib, nurg'un kasallik sababi faqat badanda suv kamchil bo'lishidan ekanligini bayqagan. U dori ishlatmay, suv bilanla 3000 dan ortiq bemorni davolab saqaytgan. Doktor Batman suvning tuvandiklik kasallikni yaxshilaydiganligini o'tirib qo'ygan. Birinchi, yurak kesili va sekta. Çünkü su qonni suyuldurup, yürek bilan qon tomir to'silishining önümlük aldını alıdı. İkinci, sünek şalangshish. Çünkü su o'sib yetilish jarayonidagi süngakni texim mustahkam qiladi. Üçüncü, yuqori qon besim. Çünkü su tabiiy suydik haydaguvchi dori. To'rtinchi, diabet kesili. Çünkü su badandagi tirapupan CN-ning miqdorini oshiradi. Su ichishdimi diqqat qilish tegishli ishlar bor. Ko'p su ichgandan su ichishni bilgan yaxshi. İçimlik qahva, çay qatorliqlarni emas, balki sovutilgan qaynoq suv ichish kerak. Bilib suv ichishda 3 qitim bo'lib ichish. Ya'ni 500 dan 1000 litrgacha suv sig'adigan issiq saqlash istiqodini karvat beshiga taqlab, tunji qatimda uxlashdan burun 200 ml-dan 300 ml-gacha suv ichish. İkinci qatimda kechida kichik tarat qilgandan keyin taxminan 100 ml atrofida 2-3 yutum suv ichish. Üçüncü qatımda etiganda o'rindan turib, yana 300 ml-dan 500 ml-gacha ichish kerak. Agar kechki qo'pish uyquga ta'sir yetkazsa, kunduz oz miqdorda ko'p qatim suv ichish, har qatimda 100 ml-dan ichib bersa, badandagi suv miqdori kapolatli qilib bo'ladi. Hozir ko'p qism kishilar usig'anda ondan suv ichadi. Bu intayin xato. Tadqiqotning bayqanishicha, yoshning cho'ng'ishiga ergashib, badandagi hujayralarning suv miqdori tadrijiy ozayib, hujayra ichidagi suv miqdori bilan hujayra sirtidagi suv miqdorining nisbati 1:1 taxminan 0.18 ning 1 bo'lgan nisbatiga tuvallaydi. Demak, qayerlik davri qadam qo'ygan har 10 yilda odam badani 3 litrdan ortiq suvdan mahrum qoladi ekan. Bu intayin zo'r o'zgarishdir. Suv ichishdagi maqsad hujayraning iqtidor ehtiyojini qondirish, hargizmi ussizlikni qondirish uchun emas. Bedendeki ussuz sezimi hücrelerin susuzlanganlıqıdındır. Eğer adam bedeni uzun müddet susuzlansa, suğa tayindiğen adam bedeninin iktidarı vaqtincha taqılıdı yoki o'chak kirdi. Bunun bilan bedeninin susuzlanish darajasi eg'irlashib, ba'zi a'zolar va iqtidorlarning bardoshlik berish kuchi eng yuqori chekka yetadi. Suvning odam bedenidagi roli xuddi ko'cha tozalag'uchilarga o'xshaydi. Metabolizmga qatnashadi va keraksiz moddalarni chiqarib tashlaydi. Suvni yetarli ichmasa, bedanning modda almashtirish roli ostilab, ravon bo'lmaydi. Keraksiz moddalar bedanda yig'ilib, qavziyat, tosh tushish qatorliq masalalarni keltirib chiqardi. Shundaqla odamning ruhini oson charishtirdi. Agar ussash tizimiga tayinib suv ichilsa, suvsizlanish kelib chiqadi. Asosli hujayra ichki qismining suvsizlanishini keltirib chiqardi. Mana bu qurib ketishning boshlanishidir. Yaşanğanlarning tenidagi suv tarkibi yetarli bo'lishining ajoyib bir foydasi bor. U oqsil va enzimning aktivligini yuqori ko'taradi. Oqsil va enzim erkin suv muhitining ta'siriga uchrag'achqa, badanda yetarli suv bo'lish, baldur qarishning eng zo'r darajada oldini oladi. Faqat ussizlikqa tayinib, usig'anda ondan suv ichish og'ir oqibat olib keladi. 抖音